Akalar, Instagramning foydasi bor, вообще zo'r narsa ekan bor. Do'konchilarga qanaqadir brend face qilish kerak ekanda, xullas. Jiyanlarim bir aylanib o'zimning do'konimga kirib oldim hozir. Kecha bo'ldi. Kirsam, meni so'rab hali ham kelishyapti-da. Akalar Instagramga video qo'yasizlarmi? Mana narsa kerak edi. Voy gap yo'q dedim. Qarang dedim. Biz yo'q bo'lsa ham xudo xolasa foydamiz tegyapti deb xursand bo'lib chiqib ketdim. Akalar xudo xolasa sekin mana ishladi. Yurgizib. Marhamatga hali tanitadigan brendlarimiz ko'p. Manfaat tegadigan mahsulotlarimiz bor o'rtoqlar. Xudo xolasa har bittasini marhamatga olib kelib, sizlarga ko'rsatib, cho'tcha qilib, xudo xolasa akalar qilamiz. Do'konim ochamiz, xudo xolasa. Endi qachonligini bilmayman, lekin ochish niyatimiz bor akalar. Hozirchalik saroy qurilish mollariga kelganmiz. O'z meni ishim shunaqa bo'lib qolgan hozir. Do'konma-do'kon aylanib, mahsulotlar taklif qilib, garantiyalar bo'yicha hamma tushuntirib, shunaqa ishda endi biz ish. Jigarlarim qo'llab-quvvatlab orasida degan umiddaman.